Remont bilan, ya'ni ta'mir bilan ta'mirda farqi bor o'rtoqlar, bilasizlar, ha? Pul bo'lgan bilan fokus bo'lmasa, ya'ni nima deydi? Tanlov bo'lmasa, did bo'lmasa, u shuncha pul osmonga, havoga uchib ketishi mumkin. Lekin did bo'lsa, fokus bo'lsa, mana bunaqa chiroyli narsani chiqarish mumkin bo'ladi. Bugun sizlarga men 2 xona, 3 xona qilingan variantni ko'rsataman. Zudlik bilan sotiladi. Bu uyimizni kirorish qismi G shaklida prixoja bo'ladi va asosiy ishingiz mana shu yerda. Bu tomonda chiroyli qilib garderobni, shkaf ham yasatib qo'ygan. Devordan bir xil bilinmaydi. 63 metr kvadrat 3 xona qilingan. Hozir tomosha qilamiz. Bu uyimizda sanuzili, ikkita sanuzil bo'ladi. Razdeli joylashyapti. Buni qarangizlar, qancha chiroyli. Juda unumli foydalanilgan. Kafillar ranglari, gilamlar ranglari, devorga mosligi gap bo'lishi mumkin emas. Va to'g'rimizda trimo qo'yilgan. Mana shunday chiroyli ko'rinishda. Xo'p, endi bu yerdan xonalarni tomosha qilamiz. Marhamat, spalni juda kattagina yotoqxona bor. 2 spalni karavotlar, trimo, tumbuchkalar hammasi qo'yilgan. Birinchi qavatda bo'lyapti bugungi uyimiz. Topli pol hamma joy qilingan yangi domlardan. Pastimizda podzemni parkovkasi bor, mashina qo'yish, avtoturargoh qilingan. Domni tag qismi. Mebellar mana shunday ko'rinishda. Bu yerdagi navbatdagi sanuzil, marhamat. Bu yerda ham chiroyli qilib kafillab qo'ygan, qo'l yuvishga umumanliklar ham bor. Endi biz studiyaga o'tamiz do'stlar. Mana kartinkani qarang. Studiya. Bilasizlar, oshxona va zal birlashtirilsa, bu studiya deb ataladi. Bugungi kunimiz mana shu studiyalardan biri bo'lyapti. Oshxona mebellarimiz mana ruchkasiz, hozirgi zamonaviy oshxona mebellaridan bo'ladi do'stlar. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqasiga o'chilar ekan. Ovqat pishirish uchun hamma qulayliklar, texnikalar hammasi bor. Divan yumshoq mebel qo'yilgan va mana bu joyda endi ozroq bo'lib bitta spalnik qo'yibdi yosh bolajon uchun. Xohlamaganlar buni olib tashlasa ham bo'laveradi. Kattaroq mehmonxona bo'ladi uyimiz. Mana. Kompakt, ixcham. Katta kvadratdan emas, kichkina kvadratdan 3 xonalik uy qilingan. Do'stlar, bugungi uyimiz birinchi qavatda joylashdi. Pastini aytib o'tdim, parkovka qilingan. Topli pol hamma joyda, ko'rib turgan hamma narsa qoladi. Yangi o'z egasini kutyapti. Hali hech kim yashamagan bugungi uyimizda. Manzilimiz Samarqand shahar Samkoch hududi bo'ldi. Shundoqqina 4-raddomni ro'parasida joylashgan yangi domlardan 7 qavatlik, yangi domlar 8 qavatlik. Narxi 62 ming dollar. Yana kelishtirib beriladi. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor. Qiziqqanlar telefon qilamiz. Hammaga mana shunday chiroyli uylar nasib qilsin. Sog' va salomat bo'ling. Videoga like bosishni esda tutmasin.